Assalomu alaykum. Aqlimizdagi inson va uni tuyg'ulari, unga ishonish kerakmi yoki aldayaptimi deb ko'ramiz. Aqlimizdagi insonni energiyasini bilamiz. Siz bilan uchrashmoqchi. Uchrashuvda turibdi. Xiyonati yo'q, boshqa ayollarga, boshqa qizlarga qarashi yo'q. Va siz ham unga juda ham sodiq ekanligingizni biladi. Munosabatlarni juda ham jiddiy ko'ryapti. Xo'p, qanaqa sizga nisbatan harakat qiladi? Qadamini ko'ramiz. Hozircha u aniq qarorga kelayotgani yo'q. Aniq qarori yo'q, lekin sizga nisbatan talpinishi bor. Yana bitta narsani aytmoqchimanki, u siz bilan bo'ladigan uchrashuvlarni o'ziga nisbatan manfaatli tarafini ko'proq ko'radi. Lekin taqdir shunchalik olib boradiki, ikkovlaringiz baribir taqdirlaringiz birlashib ketishi mumkin. Siz nima qilishingiz kerak? Bilasizmi, siz agarda siz chindan yaxshi ko'rsangiz, unga bog'lanib qolgan bo'lsangiz, unga bo'lgan nafratingizni unga ko'rsatmaslikka harakat qiling. Ya'ni unga ishonayotgandek qilib ko'rsatishga harakat qiling. Ozgina shans bering. Agar u yolg'on gapirayotgan bo'lsa, u chindan sevsa, yolg'onlarini yig'ishtiradi sizga nisbatan. Xo'p, bir hafta ichida nimalarni kutishimiz kerak? Mushina, jenshina, sizni hayotingizga bir hafta ichida yangi inson kirib kelishi ham mumkin. Yangi munosabatlar boshlanishi mumkin. Va hozirda o'ylayotgan aqlingizdagi inson bilan munosabatlar buzilishi mumkin. Ya'ni urush, janjallar ko'payishi mumkin. Taqdiringizdagi esa yangi inson bilan sizni nikoh kutyapti, to'y kutyapti. Va siz to'g'ri tanlov qilishni bilishingiz kerak. Aqlingizdagi inson lekin sizni xafa qilgan bo'lsa, sizni aldagan bo'lsa, sizdan o'z manfaati yo'lida foydalangan bo'lsa, juda chuqur pushaymonlar yeydi hali. Ilohim, sevgingizga yeting. Baxtli munosabatlarni tilab qolaman sizlarga. Omon bo'lingizlar.